Tavsiye istig'for. Bir og'aynimiz bor. Hozir ham bor. O'zi andijonlik, Toshkentda ishlaydi. O'zi aytib bergan menga, bir necha marta aytib bergan. Bir og'aynisi bor ekan, Milliy xavfsizlikda ishlaydi ekan bu yerda Toshkentda. Bu og'aynisi Andijonda ishlaydi. U uylangan, qaysidir tashkilotda ishlaydi. Davlat tashkilotlaridan bittasi, vazirlikdamikin. Ular yuqori, o'ta yuqori mansabda ishlaydi. Og'aynisi Andijonda yuqori mansabda ishlaydi. Ayoli Toshkentda yuqori mansabda ishlaydi. Qaysidir tashkilotda, men aniq ayta olmayman. Qaysidir tashkilotda, yuqori tashkilotda, o'zimizda shu yerda. Ayol endi yo rus yoki ruscha tarbiya ko'rgan. Faqat ruscha gaplashadi. Endi bu andijonlik kishi kelib Toshkentga kelib turadi. Ayol Toshkentda ishlaydi. Ikkalasi ham moliyaviy jihatdan ham, qudrat jihatidan ham har joyga qo'li yetadi. Doktor Dengiz o'rnini qayerdan bo'lsa kela olmaydi. Shu darajada qudratga ega kishilar. Lekin farzand bo'lmagan. Uzoq yil, bir necha yillar. Hali og'aynim uni xizmatini qilib gohida boshida olib yurargan aqabaq. Ayol. Bir kun gapdan gap chiqib shunaqa bola bo'lmayapti desa, istig'for aytgin debdi. Allohdan kechirim so'ra, istig'for ayt debdi. Desa, men ishonmayman debdi. Dinga, Xudoga ishonmayman. Desa, ishonmasang gap shu. Xudo bor. Farzandni Xudo beradi, shifoni ham Xudo beradi. O'zidan so'rasang beradi debdi. Desa, bab ayol kishining bir qalbi yaqin bo'ladi. Hech bo'lmasa farzand uchun bo'lsa ham qo'ygisi keladi. Nima qilishim kerak debdi. Astag'firullohal azim ayt har kuni debdi. Nechta aytsam bo'ladi? Desa 500 ta aytsam masalan debdi. Kunda. Ayol o'zini yotog'iga каждый ночь 500 раз astag'firullohal azim deb yozib qo'ygan. To'g'anki joyiga yotganda ko'zi tushib, istig'forga tushsin. Bu yaqin yillarda bo'lgan narsa. Men Toshkentdaligimda bo'lgan bu. Shuni ko'rib astag'firullohal azim har kuni 500 ta aytib keyin uxlar ekan. Har kuni astag'firullohal azimni 500 ta aytib. Bir yilda o'g'il ko'rdi. Taqriban bir yilda. O'g'il ko'rdi, shunaqa xursandki qo'yaverasiz. Bir necha oyda homila bo'lgan. Shu istig'fordan keyin. Hasan Basriyga birov kelib farzandsizlikdan shikoyat qilsa istig'forga buyurganlar. Kambag'allikdan shikoyat qilsa ham istig'forga buyurganlar. Qahatchilikdan shikoyat qilsa istig'forga buyurganlar. Birinchi istig'for, ikkinchisi salovat. Rasululloh akram alayhissalomga salovat ko'paytirish kerak. Salovat noriya xususan. Biz ko'p aytganmiz 4444 tani bir daf'ada aytish kerak iloji bo'lsa. Ya'ni masalan tahorat qilib, usul qilib, poklanib, albatta yemasdan, ichmasdan, uxlamasdan emas. Lekin boshqa narsalarga chalg'imasdan, yemoq, ichmoq, shu nima, namoz bo'lishi mumkin. Ertamandan kechgacha tugatishi mumkin. Yoki bir kun, 2 kunda tugatishi mumkin, sekinroq talaffuz bo'lsa. Shunday qilsa, inshaalloh Alloh taolo beradi. Alloh taolo dargohiga keng. Ikkinchi yana bitta muolaja umra. Shu niyatda umra qilish. Shifo so'rab. Shifo so'rab shu niyatda, ayni shu niyatda tavof, shu niyatda umra qilsa, inshaalloh beradi. Umrani shu duosini ijobatiga vasila qilib. Shayx Muhammad Muxtor Shinqiti aytdiki, men ko'pchilikka aytdim shu narsani. Kimga aytgan bo'lsam, shu duosi ijobat bo'ldi. Madinadan turib Makkaga umraga chiqishganlar. Bir kishi kelib, kuyovidan shikoyat qildi. Shunaqa zulm qilar ekan qiziga. Qiz ezilib ketgan. Kelib menga aytdiki, ta'sir shu kuyovim hech odam bo'lmadi. Shu nima qilay ekan, ajrashtiraymikin? Qilmagan choramiz, aytmagan gapimiz, ko'rmagan bir tadbirimiz qolmadi. Deb aytganda kuyovning islohiga niyat qilingda, ta'sir umra qiling deb. Umra qilgan, ketgan. Xuftondan keyin borib umra qilgan. Madinada yaqin-ku. Bomdodda kuyov masjidga chiqib, masjiddan kelib, xotinning oldiga kirib turdi, qarang. Xotin debdi, men senga o'ylab qarasam, bugun ko'p zulm qilman. Men hamma xatolarimga tavba qildim, kechirdim. Inshaalloh seni bu yoqqa faqat xursand qilaman. Deb yig'lab
100% o'zgarib shunday qarang. Haligi kishi umradan kelguncha kuyov yaxshi odam bo'lib qolibdi. Xuftondan keyin o'sha umra qilgan, Bomdodda tavfiq topgan. Fuzayl ibn Iyos o'ta zohid odam bo'lganlar. Oldin qoloqchi bo'lganlar, hikoyalarni aytib berganmiz ilgari. Tavba qilganlar, o'sha tavbalari qattiq bo'lgan, o'sha yoshlikdagi gunohini bir-bir unutgan emas. Shuning uchun doim g'amgin yurgan. Abdulloh ibn Muborak aytganlarki, Fuzaylning yoniga kelsam, g'amim yangilanib qoladi degan. Ya'ni u ham g'amgin bo'lib qolar ekan. Shu qadar g'amgin bo'lgan. Shu kishi o'g'li Ali ibn Fuzayl betavfiq bo'lgan. Ota o'g'il da yoshlikda shu bo'lgan u ham. Fuzayl ibn Iyos rosa nasihat qilganlar, o'qiganlar, bu deganlar bo'lmagan. Oxiri bir kecha turib tahajjudda duo qilgan ekan. Parvardigor, meni qo'limdan kelmadi. Buni tarbiyasini o'zing qilasan. O'zingga topshirdim degan ekan. O'sha kuni Bomdodda tavba qilib kelgan. Va aytishadiki, Fuzayldan o'zib ketdi taqvoda deyishgan. U Fuzaylga yetib bo'lmagan o'zi. Ibn Muborak aytganlarki, Fuzayl ibn Iyosni ko'rsam o'zim yomon ko'rib ketaman deganlar. Fuzayl ibn Iyosni darajasi shunaqa ekanki, Abdulloh ibn Muborakdek bir yil jihad, bir yil haj qiladigan odam, muhaddis, faqih, obid kishi, shunday ulug' odam Fuzaylni oldiga kelsa, men o'zim yomon ko'rib ketaman degan. O'sha Fuzayldan o'g'li Ali o'tib ketgan. Nima bilan? Bitta duo bilan. Tunda duo qilganlar. Mani bir og'aynim bor Andijonda, hozir ham biz qadrdonmiz. O'zidan bir yosh katta ayolga uylangan. Yaxshi ko'rib uylangan. Buni ikkinchi turmushi bo'lgan, oldingisi bo'lmagan. Qizda birinchi turmushi bo'lgan. Keyin juda bir-biriga muhabbati baland, lekin bola bo'lmaydi. Sababi ayol 21 oy masalan 30 kun bo'lsa, 3 kunmi 4 kun pok bo'ladi. Qolgan kunlar faqat qon keladi. Bachadon, ya'ni shunaqa yaroqsiz. Ushlamaydi. Doktorlar bil ittifoq aytishganki, bu bola ko'rmaydi deyishgan. Bil ittifoq. Bola ko'rishi mumkin emas deyishgan. Keyin kelasi 40 kun niyat qilib tahajjud o'qib, tahajjudda Yasinni o'qiladi. 3 ta qalb birlashsa ijobat bo'ladi duo deyishadi. Qur'onning qalbi, tunni qalbi, bandaning qalbi. Yasin, tahajjud, bandaning huzuri qalbi. Tahajjud kechaning yarmidan keyin bo'ladi, bir uxlab turgan bo'lish kerak. Hech bo'lmasa ozgina dam olgan bo'lish kerak. Eng afzal payti kechaning 6 ga bo'lib 5-soat. 3-qismni 2 ga bo'lsangiz 1-si. O'sha tahajjudga turishgan 2 rakat namoz har kuni 40 kun niyat qilib o'qishgan. Kelas irhot. 40 kun tahajjud o'qishgan, Yasinni azam qilgan, adashmasam shunday. Yoki tahajjud o'qigan xolos, Yasinni aniq esimda yo'q. Lekin Yasinni ulamolar tavsiya qiladi. Adashmasam Yasinni o'qigan. Xullas 40 kun tahajjudda duo qilishgan. Alloh shunday shifo berganki, endi uzr 3 kun bo'lib qolgan. Bo'lmasa 3 kunlik uzr kam bo'ladi. Odatda bir hafta bo'ladi ko'p ayollarniki. Oysha roziyallohu anhoniki 3 kun bo'lgan. Ko'p ayolniki shu bir hafta bo'ladi aksar. 3 kunlikka bu 3 kunlik bo'lgan qator farzandlar. Bitta farzandi bizda o'qiyapti hozir Misrda. O'g'il kattasi. Tushundingizmi? O'sha 40 kun duo bilan bo'lgan. Faqat shunda banda nima bo'lish kerak? Bandada mustarlik bo'lish kerak. Parvardigor doktor ham qarayapti, sen ham shifo ber, emas kerak yo'q. Men qo'limda hech narsa yo'q, qo'limda hech narsa kelmaydi. Umid uzildi. Sendan boshqadan umid yo'q deb turib olsa banda Alloh ijobat qiladi inshaalloh. Bu hamma hojat uchun. Faqat bola tug'ish uchun emas, hamma hojat uchun. Alloh ijobatga usta. Banda duo qilishni bilmaydi.